Ma'lumki, maktabgacha maktab ta'lim tizimida keng qamrovli islohotlar ketmoqda. O'qituvchining ish haqi ko'tarilishi, ta'lim tizimiga berilayotgan e'tibor bu o'zining ijobiy natijasini bermoqda. Bugungi mehmonimiz Muborak tumanidagi 9-umumiy o'rta ta'lim maktabining o'qituvchisi. U hozirgi kunda 20 millionga yaqin maosh oladi. U o'z kasbidan faxrlanadi. Suhbatdoshimiz bilan aynan bu darajaga yetishgungacha bo'lgan bosqichlar haqida suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Men Ziyodullayev Sherzod, Muborak tumanidagi 9-o'rta maktabda ingliz tili fani o'qituvchisiman. Oliy toifali C1 sertifikat egasiman. 2009-yildan beri ta'lim sohasida faoliyat yuritib kelayotgan bo'lsam, so'nggi 4-5 yil davomida albatta hammaga ma'lum, sizda ham sezilarli darajada ayniqsa o'qituvchilarning maoshida sezilarli darajada o'zgarishlar yuz bermoqda. Shu qatori menda ham hozirgi kunda maoshlarim ancha yaxshilanib 19 million 20 millionga yaqin oylik olmoqdaman. Pedagogik faoliyatimni 2009-yilda boshlagan bo'lsam, o'sha vaqtlarda hammaga ma'lum o'qituvchilarga bo'lgan munosabat juda ham boshqacha bo'lgan, past nazar bilan qarashgan va shu sababli boshqa sohalarda ham ishlab ko'rganman. Keyinchalik akademik litseyda ingliz tilidan dars berdim. Mana oxirgi bir necha yilda o'qituvchilarga nisbatan e'tibor, o'qituvchining maqomi ko'tarilishi natijasida yana umumiy o'rta ta'lim maktabiga borib, ingliz tilidan dars berib kelayapman. O'sha bundan bir 10 yillar oldin ish faoliyatini endi boshlagan vaqtlarimda o'qituvchilarni majburiy mehnatga, hatto o'z kasbiga aloqador bo'lmagan faoliyat bilan mashg'ul qilishga majburlashlar bo'lardi. Hukumatning yangi qarorlari bilan o'qituvchining maqomi ulug'lanib, uni boshqa har xil o'z kasbiy faoliyatidan tashqari ishlar bilan shug'ullanishga taqiqlar qo'yildi. Shu sababli so'nggi yillarda o'qituvchilik ham faxrlansa arziydigan kasblardan biriga aylanib bormoqda. Hukumatimiz tomonidan o'qituvchini oylik maoshini $1000 va undan yuqori qilamiz degan tashabbus albatta boshida men ham ishonmagandim va keyinchalik o'z ustimda ishlab o'qituvchilarni shu oylik maoshini olayotganini ko'rib o'zimda ishtiyoq paydo bo'ldi. Hozirgi kunda $1000 emas, hatto undan ko'p oylik maosh olyapman va bundan faxrlanaman. Olgan maoshimni albatta farzandlarimni ta'limiga, hozir ikkitasi maktabda o'qiydi, bittasi hali yosh, maktabga chiqmagan. Shularni ta'lim tarbiyasiga, ularning o'qishiga yo'naltiraman. Keyin o'zimni shaxsiy ehtiyojlarim uchun, o'zimni shaxsiy rivojlanishim uchun oilamga, ota-onamga sarflayman. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev saylangandan keyin birinchi o'qituvchilar bilan, pedagogik xodimlar bilan uchrashgan vaqtda o'qituvchilarning oyligi endi $1000 bo'ladi degan gap aytilganda, to'g'risi dastlab ishonmagandim va bugungi kunda bu narsa haqiqatga aylanib bormoqda. Chunki nafaqat o'zim, boshqa o'qituvchilarni ham ko'raman, $1000, hatto $2000 gacha oylik maosh topayotganligi. Ta'lim tizimida albatta chuqur islohotlar bo'lmoqda. Har xil yangi pedagogik texnologiyalar sinab ko'rilyapti. O'qituvchi ekanligini albatta uni o'quvchilarning erishgan yutuqlar ko'rsatib beradi. Shuning uchun o'quvchilarni albatta bu nafaqat oylik maosh ko'tarish, bu o'qituvchi o'zini ustida ishlasa, o'zi o'rnida uni o'quvchilari ham rivojlanishiga olib keladi. Chunki o'qituvchi rivojlangan narsa, rivojlangandan keyin o'quvchini ham rivojlantirib boraveradi. Birinchi navbatda albatta o'qituvchi o'z o'quvchilariga chuqur bilim berishi kerak va o'z kasbini sevishi kerak. Shundagina hamma sohada rivojlanishli bo'lib ketadi. Men Dusmatova Marziya Elmurodovna, Muborak tumani 4-maktabning tarix fani o'qituvchisiman. Bugungi kunda maktabda eng yaxshi pedagoglardan biri bo'lib, juda katta muvaffaqiyatlarga erishdim. Aynan oxirgi 2 yil davomida milliy sertifikat o'quvchilarim bilan birgalikda qo'lga kiritdim. 2022-yil 3-dekabrda bo'lib o'tgan milliy sertifikatda 100% natija bilan milliy sertifikatni qo'lga kiritib, mana bugungi berilayotgan imkoniyatlarga qaraydigan bo'lsak, 2025-yil 1-yanvarda ushbu sertifikatimiz 50% natija ko'rsatdi. Bu esa oyligimizga yana mablag' qo'shib berdi. Bu yerda maqsad pul emas, lekin o'qituvchining obro'yini oshirdi.
bizga berilgan imkoniyatlar yanada ko'paydi. O'qituvchilar endi o'z ustida ishlash uchun yanada ham imkoniyat bo'ldi. 2025-yil 1-yanvardan yana shunday qarorlar kuchga kiryaptiki, 86% dan ko'p ball to'plagan o'qituvchilar oyiga 70% lik ustamalar belgilandi. Bu nimadan? Bu ta'lim tizimida samaradorlikka erishish, o'qituvchi o'z ustida ishlash, o'quvchilarni olib chiqish, o'quvchilar ustida ishlash, oliy ma'lumotli kadrlarni ko'paytirish uchun, chin dildan mas'uliyatli ishlash uchun, yondashish uchun bir imkoniyat deb qarayman. Bugungi kunda esa o'qituvchilarimizga, yosh kadrlarimizga shunday imkoniyatlar borki, 2 yilning ichida oliy toifani olish imkoniyati bor. Demak, ishlagan ustozlarimiz uchun imkoniyatlar katta. Bugungi kunda qabul qilinayotgan qonun, qarorlar barchasi pedagog maqomini oshirishga qaratilgan deb o'ylayman. 2022-yil 2-avgustdagi 425-sonli qarorga muvofiq vazir jamg'armasi tashkil etildi. Men bundan juda ham xursand bo'lganman, sababi o'quvchilarning oliy ta'limga kirishi munosabati bilan bu vazir ustamasiga 2 yildan buyon qatnashib, shu vazir ustamasini qo'lga kiritib kelmoqdaman. Bu ham o'sha oyligimizga qo'shimcha daromad, ishlashimizga esa katta imkoniyatlar yaratib bermoqda. O'ylaymanki, bu yil ham mana shu vazir ustamasiga qatnashish imkoniyatiga ega bo'laman, chunki 2024-yilda Respublika fan olimpiadasining asosiy bosqichda 4-bosqichgacha yetib borganman o'quvchim bilan. Qashqadaryo viloyati hokimi sovrinda o'quvchim 100% lik natija bilan 1-o'rinni olib, katta muvaffaqiyatlar keltirdi menga. Bu o'ylaymanki, o'qituvchilarning o'z ustida ishlashining natijasi. Imkoniyatlardan foydalangandan juda ham xursandman. O'qituvchilarga mana shunday imkoniyatlardan foydalanishga ulkan zafarlar tilayman. O'qituvchilarga bugungi kunni tanlagan bo'ladi. Sababi nima uchun? Chunki bugungi kunda pedagog maqomi bor. To'g'rimi? Yangi konstitutsiyamizda hattoki o'qituvchilar uchun alohida modda berildi. Bizni shaxsiyatimiz hurmat qilindi, qadr-qimmatini topdi. O'qituvchi sifatida bugun faxrlanadigan davr keldi-da. O'qituvchilarning oylik maoshi juda past edi. Bugun bemalol siz faxrlanib o'z oylik maoshingizdan oilangizni ro'zg'oringizni boqa olasiz. Oldin o'qituvchi sifatida ishlab kelsangiz, ta'limga sifat samaradorlik bera olmagansiz. Chunki ikkinchi ishingiz bo'lgan. Chunki oilada yetishmovchilik bo'ladi ro'zg'orda, uni tiklash uchun ikkinchi ishni qilishingiz kerak bo'lgan. Bugun ishingizdan qoniqasiz, qo'shimcha to'garak o'tasiz, o'quvchi bilan ishlaysiz. Bugun o'quvchi bilan ishlaysiz. Va shuni natijasida men 15 yil davomida ishlagan bo'lsam, 13 yil deganda o'quvchi chiqardim respublikaga. Chunki oldin ham o'quvchilarim doimiy viloyatgacha kelganmiz, lekin natija respublikaga chiqa olmaganmiz. Nima uchun? Chunki oxirigacha bora olmaganman. O'quvchi bilan ishlashga vaqt yetkazib bera olmaganman. Qo'shimcha daromadli ishga ishlaganman. Bu narsa mana bu yaqin o'rtada o'sha vazir ustamasini olishim, 50% ustamaga o'tishim, bu narsalar menga shunday imkoniyat berdiki, o'quvchi bilan ishlash. Doimiy o'quvchi bilan ishlash, to'garaklar o'tish bugungi kunda sifat samaradorligini ta'minlashga katta xizmat qildi. Men Soyibova Nargiza Jo'rayevna Muborak tumani 22-maktabning biologiya fani o'qituvchisiman. 25 yillik pedagogman. 25 yil davomida ta'lim sohasini hamma bosqichlarini ko'rib keldim. Yillar davomida o'qituvchini maqomi, hozirgi sharoit hammasini taqqoslab ko'rish imkoniyatim bor. Shundayki, yillar davomida paxtaga chiqdik, chopiqqa chiqdik, hattoki lavozimda turgan joyimda uyma-uy paxtaga odam aytgan paytlarim bo'lgan. Uyma-uy yurib, odamlarni paxtaga jalb qilgan paytlarimiz bo'lgan. Shunday jarayonlardan o'tib mana hozirgi paytda 2 yildan buyon vazir ustamasini olyapman. O'qituvchini maqomi ancha oshdi, oylik maoshlarimiz oshdi. Yillar davomida o'qituvchilik kasbidan bir necha marta bezib ketib, o'qituvchilikdan ketgan paytlarim bo'lgan. Pedagoglik sohasini tashlab chiqib ketgan paytlarim bo'lgan. Mahallaga o'tib ishlagan paytlarim bo'lgan. Keyin mana shu pedagoglarning maqomi qaytgandan keyin obro'yi oshib, paxtalardan ozod bo'lgandan keyin yana maktab sohasiga qaytib, 22-maktabga ishga kirib, shu biologiya fanidan dars berib boshladim. Mana shu jarayonda o'quvchilar bilan ishlab, natijalar ko'rsatib, o'quvchilar olimpiadalarga olib chiqib, o'quvchilar oliy ta'limga kirib,
keyingi o'tgan yillar davomida 2 yil davomida o'sha vazir ustamasiga da'vogarlik qilib sinovlardan o'tib natijalar ko'rsatdim. Bunday olganda hozirgi davr pedagoglarda juda katta imkoniyat borligidan va mana shu imkoniyatlardan men ham foydalana olayotganimdan juda ham xursandman. Yuzlab o'quvchi shogirdlar chiqarganman. Meditsina sohasida, ta'lim sohasida ishlab kelyapti o'quvchilarim. Ana shu o'quvchilarimning yutuqlaridan faxrlanib, hozirgi o'qituvchining mavqeidan faxrlanib, obro'y orttirib, ana endi haqiqiy pedagog sifatida o'zimni ko'ryapman shu sohada. Maoshni albatta uy ro'zg'or, bola chaqa, mashina oldik. Xudoga shukr, yillab orzu qilib, orzumizga yetishamiz deb o'ylamagan joyda o'qituvchilik bilan erishib bo'lmaydigan natijalarga erishdik. Sertifikatlar, milliy sertifikatlar, 70% ustama o'qituvchilarga. Hozirgi paytda o'qituvchiga juda ham ko'p imkoniyatlar bor. 20 million, undan ham oshirib topayotganlarni o'qituvchilar ichida eshitamiz. Hozirgi paytda o'qituvchi o'zini ustida ishlasa, hamma eshiklar ochiq. Juda katta imkoniyatlar bor. Faqat o'zini ustida ishlash, o'sha sohaning eng zo'ri mutaxassisi bo'lish.